Assalomu alaykum qadrdon namozxon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni o'z kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, mana shu jadvalni ko'rdingiz. Jadvaldan foydalanishdan oldin bitta like bosamiz va yaqinlarga yuboramiz. Kanalda yangi bo'lsak, obuna bo'lishni yoddan chiqarmaymiz. Azizlar, videoni oxirigacha ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, namozni endi boshlagan va boshlamoqchi bo'lgan aka-uka opa-singillarimizga foydali bo'lsin deb eslatma sifatida har bir namoz necha rakatdanligini yozib ko'rsatib o'tganman. Ko'rib bemalol foydalanishingiz mumkin. Azizlar, like uchun sizdan pul ketmaydi, like bizga pul keltirmaydi. Like video tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. O'sha uchun baxillik qilmasdan like deb bosamiz, obuna bo'lamiz va yaqinlarga yuboramiz. Kommentariyada o'z yaxshi fikrlaringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Kommentariyalarga javoban kommentariyalaringizni o'qib boryapman, lekin har birlaringizga alohida javob berishga imkoniyatim yetmayapti. Ming bor uzr. Kommentariyalarga javoban assalomu alaykum va alaykum assalom. Omonmisizlar? Azizlar, Telegram kanal ochganman. Kunlik namoz vaqtlari deb. Shu silkasini soобщение bo'limida qoldiraman. O'tib obuna bo'lishni yoddan chiqarmang. Ba'zi bir sabablarga ko'ra bu kanalda namoz vaqtlari chiqmay qolgan taqdirda ham, lekin Xudo xohlasa har kuni Telegram kanalimda chiqib boradi. O'sha uchun Telegram kanaliga ham obuna bo'lishni yoddan chiqarmangizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.